Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun biz siz bilan birga aplikatsiya tayyorlaymiz. Aplikatsiya uchun mana shunaqa material oldik matodan 3 xil va 3 ta chizib oldik. Oldin bizni buni chizib olish uchun mana lekallarni tayyorlab olganmiz. Mana shunaqa qilib lekallarni tayyorlab oldik. Bundan 3 ta, bundan bitta. Mana shunaqa qilib bularni chizib qirqib oldik. Qirqib olgandan keyin mana orqasiga dublerin qo'yib olamiz. Yubka dublerin. Mana bu tarafi o'ngi, bu tarafi dublerini ham o'ngi. Kley tarafi bu yoqda, teskari tarafi bu yoqda. 0.5 ga aylantirib tikib chiqamiz. Mana bularni ham mana o'ngini ichiga qo'yib, dublerinni o'ngiga qo'yib, mana shunaqa qilib aylantirib tikib chiqamiz hammasini bir chekkadan. Mana shunaqa qilib mashinani chekkasidan 0.5 ga tikib chiqamiz. Mana shundoq qilib aylantirib chiqamiz. Tekislab buklanib qolish kerak emas chiqadi. Juda oson aplikatsiyamiz. Qo'lda ham tiksa bo'ladi, mashinada tiksa bo'ladi, farqi yo'q. Mana aylantirib oldik. Buni chekkasini mana qirqib olamiz. Hammasini qirqib olgandan keyin orqasidan o'rtasidan bunaqa ko'ndalangiga qirqib olib, ag'darib chiqamiz keyin. Buni ag'darib chiqib olamiz keyin. Mana bularni ham tayyorlab oldik mashinaga tikishga. Mana o'ngini o'ngiga qo'yib olib, mana bularni ham yonidan 0.1 santimetrga tikib chiqamiz. Mana shunday qilib, mana 0.1 santimetrga tikib chiqamiz. Bukvormasdan, millatvormasdan tekisligimizni oling, bulavkalab oling. Oling, shunday tiking, farqi yo'q. Mana shunday qilib aylantirib chiqamiz. Mana shundoq qilib aylantirib tikib olamiz. Tikib olgandan keyin mana chekkalarini buni ham qirqib olamiz. Buni ham o'rtasidan, uchalovini o'rtasidan qirqamiz. Mana keyin bularni ag'darib olamiz. Mana qadrdonlarim, chekkalarni qirqib oldik, mana o'rtasini qirqdik. Mana endi bularni chiroyli qilib mana ag'darib chiqamiz bu tarafiga, o'ngiga. Chiroyli qilib. Mana shunaqa qilib, sekin astalikda chiroyli qilib ag'darib chiqamiz. Keyin mana ninada mana burchaklarimizni chiqazib olamiz. Ninada sekin, qattiq tortmasdan sekin chiqazib olamiz burchaklarni. Mana burchaklarni chiqazib olganimizdan keyin mana tayyor bo'ldi bunisi. Mana shuni xuddi shunaqa hammasini ag'darib olamiz. Keyin chekkasidan nametga chok berib, mana ichkarisiga 0.1 kant qilib turib, chok berib chiqamiz hamma yog'idan. Mana qadrdonlarim, mana nina ipi tayyorlab oldik. Mana endi bir chekkasidan mana bunaqa boylab qo'ysak, ip chiqib ketmasin, u boylanganini ustiga qo'yamiz tugunini. Mana shunaqa qilib, chekkasini 0.1 ichkariga berib, qo'l choki yurg'izib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa qilib. Mana shunaqa qilib borasizlar sekin. Mana 0.1 bir xil bo'lish kerak. Ichkariga turish kerak hamma chokimiz. Mana shunaqa tekis bo'lib chiqadi. Buni dazmollab, keyin yana davom ettiramiz. Mana qadrdonlarim, mana aplikatsiyamizni dazmollab oldik, mana yopishtirib oldik. Kley tarafi ichkarisida, mana chiroyli bo'ldi. Mana endi mana bu tugilgan joydan ipimizni tortib olamiz, sekin astalikda. Mana qiynalmaslik uchun tayyor edi. Keyin hammasini mana shunaqa qilib olganimizdan keyin mana iplarini olib tashlaymiz. Mana olib tashlaymiz iplarini. Har bittasini qo'yayotgan narsamizni mana endi bunisini ham olamiz. Mana oqidan ham ipini tortib olamiz.
Mana endi tayyor bo'ldi aplikatsiyamiz. Mana endi mana bu tayyorlab qo'ygan salfetkamizni olib, bunga endi mana aplikatsiyamizni yopishtiramiz. Mana hozir mana to'g'risida mana shundoq qilib yopishtirmoqchiman. Menda shunaqa salfetkalarni ko'proq tikdim. Hammasiga mana shunaqa bir xil qilib, bir tomonidan aplikatsiya qo'ymoqchiman. Mana shuning uchun mana shunaqa qilib oldin qo'yib olaman, mana shundoq qilib. Keyin bulavkalaymiz. Har bittasini bittalab bulavkalab olamiz mana bundoq qilib. Mana qimillab ketmasligi uchun mana shunaqa qilib mana bulavkalab olamiz. Har bittasini albatta 2-3 ta joydan bulavkalab olamiz. Qimillab ketmasligi uchun sizga qanday holatda kerak bo'lsa, shundoq qilib aplikatsiyamizni joylashtiramiz. Mana. Mana shundoq qilib joylashtirib olganimizdan keyin mana endi bunisini qo'yamiz. Mana. Chiroyli narsa chiqdi. Mana xudo xolasa mana sizga yoqyapti degan umiddaman. Mana endi buni har bittasini mashinaning chekkasidan 0,1 ga berib tikib olamiz. Oldin bunisini tikib olamiz, bunisini tikib olamiz. Keyin bunisini oxirida bu tepadagi oqini tikib olamiz mashinada. Mana shunaqa qilib tikib boramiz. Sekin ehtiyotini qilib mana shunaqa qilib mashinaga qo'yamiz hammasini. Tortib yormasdan yonidan sekin to'g'rilab olib kelamiz. Mana ushlab mana shunaqa qilib hammasini tikib chiqamiz. Mana qadrdonlarim, aplikatsiyamiz tayyor bo'ldi. Mana bir chiroyli qilib mana shunaqa qilib salfetka tayyorlab olman. Mana bundan ko'proq tayyorlaganman. Mana xuddi shu usulda qavat-qavat qilib narsalarni hammasiga tikib chiqaman. Salfetkalarimiz ko'p bo'ladi. Mana siz ham foydalaning shu usuldan. Uyingizda shunaqa chiroyli salfetkalar tikib oshxonada foydalaning. Xohlang gilam tikishingiz mumkin. Shu usulda ko'rpa tikishingiz mumkin. Xohlagan narsa qilishingiz mumkin. Sizga omad tilayman. Ilhomlaning. Shunaqa san'at asarlarini ko'pini yaratishingizni xohlab qolaman. Sog' bo'ling.